Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda Chery Tiggo 8 Pro avtomobili. Biz Navoiy Chery Avtolife avtosalonidamiz. Demak, ushbu Chery Tiggo 8 Pro 7 kishilik crossoverimizning 3 xil pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi 399 million 900 ming so'm turadi. Ikkinchi ushbu pozitsiyasi 417 million 900 ming so'm turadi va uchinchi Pro Max full pozitsiyamiz esa 480 million 900 ming so'm turadi. Demak, birinchi, ikkinchi pozitsiyamiz 1.6 turbo motor bilan jihozlangan. Bu sizga 186 ta ot kuchi beradi. Uchinchi Pro Max pozitsiyamiz esa unda 4 ta balon tortadi. Shu pozitsiyalarimizda faqat oldi. Uchinchi pozitsiyamizning motori esa 2 turbo, ya'ni 245 ta ot kuchi. Demak, ushbu avtomobilimiz 18 diska bilan jihozlangan. Birinchi pozitsiyamiz ham 18 diska bilan jihozlangan, faqatgina uchinchi full pozitsiyamizda 19 razmerli diska bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu crossoverimizning barcha pozitsiyalarida panorama lyuklari mavjud. Ushbu avtomobilimiz juda ham ko'p funksiyalar bilan jihozlangan. Hozir men sizlarga motorni ko'rsataman. Demak, kapot ochishda hech qanaqa bizga tirgak kerak emas. Kapot o'zini o'zi ushlab turish qobiliyatiga ega. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, 1.6 turbo motor. Demak, avtomobilimiz rasxodiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimiz 7 litrdan 9 litrgacha rasxod qiladi. Ushbu avtomobilimizda 3 xil rejim bor: sport, ekonom va normal rejimlari. Uchinchi pozitsiyamiz Pro Maxda esa 6 xil rejim bor. Ya'ni qorda yuradigan, qumda yuradigan, 4x4 va aytib o'tgan avvalgi 3 ta rejimlarim. Avtomobilimiz keladigan bo'lsak, oldi ko'rinishida demak, oldimizda kameramiz bor. Bu 360 kamerani oldi tomondagi kamerasi. Demak, kunduzgi yoritgich chiroqlari bilan jihozlangan avtomobilimiz juda ham chiroyli yonadi. Undan tashqari parktroniklari ham mavjud. Demak, endi salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismimiz jigarrang salon bilan jihozlangan ushbu pozitsiyamiz. Bu ikkinchi pozitsiya hisoblanadi. Birinchi pozitsiyamiz esa qora rangda bo'ladi saloni. Uchinchi pozitsiyamizda ham xuddi shunaqa salon bo'ladi. Demak, bizda speedometr hamda o'rta monitorimiz birlashtirilgan holda bo'ladi. Bu yerda markaziy kolonkamiz, bu yerda esa head-up displeyimiz bo'ladi. Head-up displey ikkinchi va uchinchi pozitsiyalarimizda bor, birinchi pozitsiyamizda esa yo'q. Avtomobilimizda ionizator bor, ya'ni siz mashinada sigaret cheksangiz yoki qanaqadir hidli narsa olib ketayotgan bo'lsangiz, ushbu maxsus sistema o'sha hidni o'ziga tortadi va tozalab sizga qaytarib chiqarib beradi toza havoni. Demak, barimiz juda ham shinam, barimizda xolodilnikimiz mavjud. Demak, bu yerda 360 kamera, navigatorga to'g'ridan-to'g'ri yo'l va avtomobilning sozlamalari bor. Undan tashqari bizda ruchnik deydi, bu qo'l tormoz hisoblanadi, elektron bo'ladi bizda. Avtohold hamda avariya knopkalari shu yerda qulay joylashtirilgan. Bu yerda esa besprovодная zaryadka, ya'ni simsiz quvvatlash tizimi bor. Type-C hamda USB portlarimiz ham mavjud va ikkita podstakanligimiz bor. Siz bu qismimizni ushbu eshik orqali yopib qo'yishingiz mumkin. Demak, monitorimiz yoqishga keladigan bo'lsak, mana baland-past qiladigan knopkani bossak, monitorimiz yonadi. Bizda undan tashqari ovozli boshqaruv funksiyasi ham bor. Marhamat, ko'ring. Привет, Chery. Слушаю вас. Закрой люк. Хорошо. Birgina buyrug'ingiz orqali o'zi avtomatik ba'zi funksiyalarni qila olmaydi, lekin o'zini imkoniyatidan kelib chiqib barcha funksiyalarni bajaradi. Demak, monitorimizda undan tashqari Apple CarPlay, Android Auto, navigatsiya, multimedia, mashinaning har xil nastroykalari, undan tashqari ko'plab programmalarimiz mavjud. Mashinamiz eshigiga keladigan bo'lsak, eshigimizda ko'rib turganingizdek ham estradniy kolonkamiz bo'ladi, ham pishalkamiz bo'ladi. Bu sizga ovozni chuqurroq his qilish hissini beradi. Demak, Sony bilan jihozlangan audio sistemamiz, bu juda ham sifatli audio sistema hisoblanadi. Endi orqa o'rindig'iga keladigan bo'lsak, orqa o'rindig'imiz ham juda ham shinam. Demak, orqa o'rindiqqa ketadiganlar uchun bu yerda deflektorlarimiz bor, USB Type-C portlarimiz bor va karman deydi, ya'ni cho'ntagimiz bor orqada. Sidenlarimiz orqasida cho'ntaklarimiz bor. Bundan tashqari orqa qator uchun alohida tirsaklagich, ya'ni podlokotnik deydi. Bu yerda bemalol podstakanliklarimiz mavjud. Suvlaringizni qo'yib ketishingiz mumkin. Orqamiz ham juda ham shinam koja bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek. Demak, men hozir sizlarga 3-qatorga o'tish
qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, tepamizda bu yoqda rычагimiz bor. O'shani ko'targanimizda sidinkamizni orqaga tortsak, sidinkamiz ham pastdagi rels orqali yuradi. Ham egiladi. Sizga bemalol 3-qatorga o'tish uchun yo'l hosil bo'ladi. 3-qatorda bemalol yosh katta odamlar ham o'tirib ketishlari mumkin. Demak, ikkala sidinkamiz ham oldiga orqaga boradi. Endi bagaj sig'imi haqida gapirib o'tmoqchiman. Bagaj sig'imimiz 193 litr. Agar ikkala qatorni ham yotqizsak, 1930 litr sig'im beradi bizga. Demak, bu yerda hozir bitta sidinkamiz ko'tarilgan, ikkinchisi yotqizilgan holatda. Demak, orqamizda ko'rishingiz mumkin deflektorlarimiz hamda kolonkalarimiz bor. Bu 3-qator uchun ham juda ham qulaylik yaratadi. Bagajimizda esa disk rejimlari bor, ya'ni kimdir adashib bosib qo'ysa va orqada odam turgan bo'lsa, qarshilik sezganda avtomatik orqaga qaytadi. Bagajimizni qancha ochilib yopilishini tablomiz orqali, ya'ni o'rtadagi panel orqali o'zingiz boshqarishingiz mumkin. Demak, orqa ko'rinishga keladigan bo'lsak, orqa ko'rinishimiz juda ham chiroyli. Demak, bu yerda 360 kameraning orqa kamerasi bo'ladi bizda. Faralarimiz juda ham chiroyli ko'rinishda yonadi. Mana orqa spoyleriga keladigan bo'lsa, bu yerda stop faralarimiz yonganda juda ham chiroyli ko'rinish beradi. Demak, avtomobilimizning bak sig'imi 51 litr bo'ladi. Bundan tashqari, passajir oldi o'rindig'ini orqadan turib bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Men hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Orqada o'tirgan odam hech kim besta qilmasdan bemalol mana bu sidinkani orqaga oldinga surib qanaqa turishda turishini bemalol nazorat qilishlari mumkin. Demak, airbag haqida gapirib o'tmoqchiman. Airbagimiz demak, oldi torpedamizda, rulimizda, o'rta stoykamizda va sidinkada mavjud. Bu sizga juda ham qulay xavfsizlikni ta'minlab beradi. Oldi sidinkalarimizda undan tashqari atamanka bor. Bu nima degan kuzatuvchilarimizga bu oyog'ingizni bemalol yoyib ketish imkoniyatini beradi. Mana ko'rib turganingizdek bu ko'tariladi. Misol uchun oyoq og'riydigan odam oldinga o'tirib ketsa, bu ko'tarib ketadi, uzoq yo'llarga og'riqni oldini oladi. Demak, oldi sidinkamizni undan tashqari massaj funksiyasi bor. Bu yerda maxsus knopkani bosganingizda, demak, rulda maxsus oyna ochiladi. Oynada siz massajni qanaqa rejimda bo'lishini, qanaqa tezlikda bo'lishini nazorat qilib borasiz. Mana balna, relax, smart, komfort, mana высокая, средняя, низкая bu massajni qanaqa qilishi va qanaqa usulda qilishini bemalol mana massaj ishga tushdi. Ko'rib turganingizdek, mana sidinka orqasida o'zi massaj boshlandi. Bemalol buni o'zingiz maxsus knopkalar orqali nazorat qilib olishingiz mumkin. Avtomobilimizda rul qiziydi, oldi labovoy, orqa labovoy, bokovoylar hamda barcha sidinlar qiziydi. Ana endi men sizlarni ozgina to'lov turlari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bizning avtosalonimizda siz turli xil to'lov usulida mashinani xarid qilishingiz mumkin. Avtokredit, naqd, lizing hamda рассрочка. Avtokredit va naqd to'lov orqali siz ushbu avtomobilimizni 30 million so'm skidkada olishingiz mumkin. Demak, ana endi yaqinda qulaylik bo'ldi. Ya'ni Hamkorbank bizga yangi dastur taklif qildi. Unda siz 30% boshlang'ich to'lov bilan 48 oygacha bo'lgan muddatda avtomobilni hech qanday foizlarsiz muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Aynan endi birma-bir aytib o'taman. Ushbu Tiggo 8 7 kishilik crossoverimizni birinchi pozitsiyasini, ya'ni 399 million 900 ming so'mlik pozitsiyamizni siz 30% bosh to'lovda 130 million so'm bosh to'lov qilsangiz 5 million 831 ming so'mdan 48 oyga xarid qilishingiz mumkin. Ikkinchi 417 million 900 ming so'mlik pozitsiyangiz, ya'ni ko'rib turgan mashinangizni siz 137 million so'm bosh to'lov qilib, oyiga 6 million 94 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Uchinchi Pro Max pozitsiyamizni esa 157 million so'm bosh to'lov qilib, siz oyiga 7 million so'mdan 48 oyga xarid qilishingiz mumkin. Ana endi manzilimiz haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Manzilimiz Navoiy shahrida joylashgan. Demak, shahardan Yangiyo'l deydi. Yangiyo'l orqali chiqib kelishda Mo'tabarga yetmas chap qo'lda kelamiz. Barxolka bozoridan 300 metrda o'tgandan keyin chap qo'lda. M37 yo'lidan kelganda esa Yangiyo'lga qayrilganingizda 3 kilometr yurganingizdan keyin o'ng qo'lingizda kelamiz. Orientir Mo'tabar supermarketi. Agar kimga tez fursatlarda, qulay shartlarda avtomobil xarid qilish kerak bo'lsa, barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.